Hayırlı gün yurttaşlar, sağmıslar, amanmıslar. Bugün sizler bilen sağlık amanlıkta görüşüp durmasından bağaya torsanmız. Nasip olsa 407 bizleri işlegen tavuk kanallarına videolarını çıkarıp barayatır. Köpçülük'e menfaatli olup tuttu diye ümitdəmə Xuda qalasa şu videolarımızdan görüp zakaz verip gidip durgan yurttaşlarımız juda köp. Bağımızı büyütmeye çıkan razmerini tushuntirib aytadigan bo'lsak 1,5 metr bilan degan 1,5 metr, uzunluğu 3 metrni tashkil etadi. Torlar ham qo'yilgan. Yashil setkani hamma haqida ko'p ishlatadigan yashil setkamizniki. Bu Xitoyning setkasi bo'ladi. İçinde siymi bor, üstünden kalın rezin kaplangan bo'ladi do'stlar. Görüşləriz mümkün uzakraktan fonu. Üstüne zapas bilan qatırıb qo'ya verdik bunu. Görüşləriz mümkün. Zapa bulan olsa 1,5 metr emas, 1,53 santimetr çıkadı. Şunun için hem məhkəm bo'ladi. Her qanday setkilar kerak bo'ladigan bo'lsa 4 yil setki bo'lsa kelaverasizlar. Hamma turdagi setka, gabiyon setkilar, дорожный setkilar, hamma tur setkidan baxuda qalasa. Bularning narxına keladigan bo'lsak, bularning narxi 1,7 million olingan. Şu razmerda bo'ladigan bo'lsa, ish setkidan qo'yiladigan bo'lsa 1,7 milliondan chiqadi do'stlar. Manzillarimizni ham tushuntirib aytadigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Televishkani ro'parasida sement zavod sementlari kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shadan tapaslar. Arendaga plavkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shadan tapaslar xudo xolasa va darak mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bexijolat kelaverasizlar. Hamma narsalarimiz bu yerda optim narxda sotiladi do'stlar. Kanalımıza abone bo'lmaganlar abone bo'lib, bir like'larni bosib qo'ysangiz, sizlardan bag'oyat xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarimizda sog'lik, omonlikda ko'rishguncha.